Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bugun men sizlarga ushbu hikoyaning navbatdagi qismini olib keldim. Bu qismda Rod va Shuhra o'rtasidagi munosabatlar yanada chuqurlashadi, hissiyotlar va yaqinlik davom etadi. Keling, birgalikda tinglaymiz. Seni xohlayman, 15 qism. Yozuvchi Rod. Oshxonada yuzimni burishtirib turibman. Kayfiyatim juda yomon. Bugun Shuhrning katta xolasi kelgan. Ayol ko'rinishi xuddi Star Jalshadagi zolim qaynonadek. Jamiyatda ba'zi uchinchi shaxslar bor, ular oilaga olov solish uchun, u ham shulardan biri. Bu yerga kelib, allaqachon boshlab qo'ygan. Lekin holidan yetarlicha javob olmadi. Mening qaynonam kelinlariga qarshi bir o'giz so'zni ham eshitishni xohlamaydi. Oldindan aytib qo'ygan, ular mening kelinlarim emas, qizlarim. Aybdor bo'lsa ham meniki, yaxshi bo'lsa ham meniki. Mening qizlarim haqida boshqa birovdan eshitishim shart emas, katta opa. Lekin yomon ayol degani buncha oson rozi bo'ladimi? Kelishi bilan opamga bir marta zarba berdi. Opamning aybi, opam unga oyoq bosib salom bermay, og'zaki salom bergan. Shunda mening opam madaniyatsiz bo'lib qoldi, uning odobi yo'q ekan. Opa har doim jim, kattalarning gapiga qarshi gapirmaydi. Shuning uchun oshxonaga kelib, ko'z yoshlarini totmoqda. Mening ham yiglagim kelyapti. Bu ayolning sochiga olov qo'ygim kelyapti. Hammasi yonib ketsin. Uning choyiga shakar o'rniga harpit qo'yish kerak, ko'ngli tozalangan bo'lardi. Menga eng yomoni Abxir akaning ishi bo'ldi. Opaga buncha gap aytgandan keyin ham u bir o'giz so'z demadi. Kattalarni hurmat qilishini tushunaman, lekin ko'z oldida xotini haqorat qilinayotgan bo'lsa, u e'tiroz bildirmaydimi? Bu qo'rqoqlik. U xotini homilador ekanligini biladi va shuningdek, opaning xolasiga pastga egilib salom bermaganini biladi, lekin hech narsa demadi erkaklar. Kechasi uxlayotgan edim. Yarim tunda Shuhrning qichqirigidan titrab o'rnimdan turdim. U jim o'tirgan, tanasi qattiq titrayapti, qandaydir yomon tush ko'rganmi? Tezda uning yelkasiga qo'l qo'ydim. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Qandaydir yomon tush. Meni gap o'rtasida to'xtatib, qattiq quchoqladi. Men hech narsani tushuna olmadim, lekin uning tanasining titrashini ko'proq his qilardim. Uning yuragi chiqib ketgudek. Nima bo'ldiki, buncha qo'rqib ketdi? Nima bo'ldi? Nega titrayapsiz? Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Sen ketmaysan. U bilan ketmaysan. Qayerga ketmayman? Yana kim bilan ketmaslik haqida gapiryapsiz? Hech narsani tushuna olmayapman. Ninili seni olib ketadi. U seni mendan olib ketadi. Sen hech qanday holatda u bilan ketmaysan, hech qachon. Yanada qattiqroq quchoqlab. Nima deyapsiz? Nilima opa qayerdan keladi? Yana meni nega olib ketishi kerak? Siz shunchaki tush ko'rgansiz. Yo'q, u aytdi, sen uni mendan ko'proq sevasan. Seni mendan tortib oladi, olib ketadi, men yana yolg'iz qolaman. Iltimos, tinchlaning, qarang, Nilima opa bu yerda yo'q, hech kim yo'q, meni olib ketmaydi. Sen mening Rodimsan, shunday emasmi? Nega u bilan ketasan? Hech qachon ketmaysan, ketishingga ruxsat bermayman, hech qachon. Ketmayman, iltimos, tinchlaning. U olib ketadi, seni olib ketadi, nima qilaman? Seni qanday to'xtataman? Nima qilaman? Nima qilaman? U bezoftalik bilan u yoq bu yoqni qidirib, yostiq yonidagi ro'molimni oldi va mening qo'limni oz qo'li bilan mahkam bog'ladi. Endi keta olmaysan, u olib keta olmaydi. Mening Rodimni nega beraman? Hech qachon bermayman, hammasini oldiraman, lekin olib ketishiga ruxsat bermayman. Yanada qattiqroq quchoqlab, yarim tunda uning bunday aqldan ozganligiga qanday munosabat berishni bilmay qoldim. Butunlay bolalarcha harakat qilyapti. Hech kim meni olib ketmaydi, hech kimning jur'ati yo'q, bunday aqldan ozishni to'xtating, aks holda men o'zim ketaman. Yo'q, ketma, iltimos, meni tashlab ketma, juda og'riyapti. Nozik ovozda, ayt, ketmaysan, hech qachon ketmaysan, ruxsat bermayman. Bu gapni aytib, bolalardek ho'ngrab yiglay boshladi. Voy, qanday holat. Uni qanday tinchlantirishni bilmay qoldim. Doim ho'ngrab yiglayapti, shu bilan terlab ketmoqda va meni shunday quchoqlab olganki, go'yo hozir olib ketaman. Boshqa o'ylamay, o'zimni qandaydir tarzda bo'shatib, chap qo'lim bilan uning bo'ynini quchoqlab, labiga labimni bosdim. U tinchlangach, qo'ydim, yuzimni nima holatga keltirgan. Yoting, uxlaymiz, ertaga kursga borishim kerak. Yo'q, yo'q, hech qayerga bormaysan, faqat men bilan qolasan, boshqa hech qayerga bormaysan. Shuhrning Rodi, Shuhrning yonida qoladi. Mayli, hech qayerga bormayman, lekin uxlashim kerak-ku, juda uyqum kelyapti. Uxlasang, u seni olib ketadi. Olib ketmaydi, yoting. Zerikib, u mening gapiga ahamiyat bermay, meni karavotdan tushirdi, divandagi barcha yostiqlarni karavotning bir tomoniga qo'ydi, shkafdan yostiqlarni chiqarib,
ularni ham yoniga qo'ydi va meni yotqizib, ustimga yaxshilab ko'rpa orab qo'ydi. Keyin mening boshqa tomonimga ozi yotib, meni qattiq quchoqladi. Men faqat uning qilmishlarini kuzatyapman. Kun bo'yi nili qilgan yigit meni o'sha nilining qolidan qutqarish uchun bunday bolalarcha ishlarni qilyapti. Tasavvur qila olasizmi? Yostiq va ko'rpa bilan meni himoya qilishga urinish bu bolalarcha emasmi? Uning bunday aqldan o'zganligiga kulishmi, yiglashmi, bilmayman. Juda yaxshi bilaman, ertalab hammasini unutadi. Shunga qaramay, qandaydir tinchlik his qilyapman. Ertalab uyg'onganimda uni yonimda topmadim. Qo'limdagi ro'mol ochilgan. Soatga qarab, 9 bo'lganini ko'rdim. Tezda tayyorlanib, pastga tushganimda, pastda suhbat majlisi qiziganini ko'rdim. O'ng tarafdagi divanda o'rta yoshli er-xotin va ularning yonida Sahel aka o'tirgan. Bu ertalab uni ko'rib, hayratda qoldim. Sahel akaning yonidagi divanda Shuhra o'tirgan, qo'lida masofadan boshqarish pulti bilan doim kanallarni almashtirmoqda. Unga qaraganda juda zerikkan. Men yaqinlashganimda Sahel aka dedi. Ota-ona mana Rod. Uning gapida aytgandim. Voy juda shirin-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qandaysan, ona? Yaxshi. Juda shirin qiz ekansan-ku. Jilmayib. Shirin bo'lishi kerak-ku, bizning qizimiz degani. To'g'ri, lekin aka, bugun bir iltimos bilan keldim. Iltimosni bajarishingiz kerak. Qanday iltimos, xola? Aslida gap Sahelning to'yi haqida. Voy, Sahelning to'yi. Qachon? Qizning ismi nima? Shuning uchun sizga keldim. Ma'nosi, to'g'ri tushunmadim. Sizning jiyaningiz Rodni Sahel juda yoqtiradi. Agar rozilik bersangiz, to'y haqida gapni mustahkamlash mumkin. Uning gapini eshitib, go'yo osmondan tushdim. Atrofda dahshatli sukunat. Uydagilar hayratda, hatto xizmatkorlar ham hayratda. Bu birinchi marta, ehtimol, qaynotaga kimdir o'z kelinining to'yi haqida gapiryapti. Men yonboshlab Shuhraga qaradim. U avvalgidek jim o'tirib, masofadan boshqarish pulti bilan o'ynayapti. Go'yo bu voqeadan u umuman hayratda emas. Lekin amaki buni hazm qila olmadi. Nima deyapsan? Mumkin emas. Davomi bor. Savollar. Rod nima uchun Shuhraning katta xolasidan norozi? Uning xatti-harakati Rodga qanday ta'sir qildi? Shuhra aka kechasi Nilima opa haqida tush ko'rib, Rodni undan himoya qilishga urinayotganida, bu uning ruhiy holati haqida nima deydi? Rod Shuhra akaga labini o'pish orqali uni tinchlantirishga harakat qilganida, bu ularning munosabatlaridagi qanday yaqinlikni ko'rsatadi? Sahel akaning Rodga turmush qurish taklifi kelganida, Shuhra akaning munosabati qanday? U nega jim qoldi? Hikoyaning davomi qanday bo'lishi mumkin? Rod va Shuhra o'rtasidagi munosabatlar qanday rivojlanadi?